AIDS kasali tilga ilinsa esingizga nimalar keldi? Qon, fukul yanisi, zahar chekkichi, qizil lenta qatorliqlarmi va yoki sizni qo'rqinch chirmi olamdi? AIDS kasali butun dunyodagidek ko'ngil bo'layotgan bir xil kasallik bo'lib, insonlarning sog'lomligi uchun aytganda u intayin cho'ng tahdid hisoblanadi. Chunki hozir qadar AIDS kasalini unumli davolay oladigan biror dori bayqalmadi. Uning ustiga insonlar mutaxi AIDS kasalining oldini oldiga vaksinani tadqiq qilib yasab chiqolmadi. Garchi olimlar intayin tirishgan bo'lsa-mu, lekin boshdan oxir hech qanday natijaga erisholmadi. Ya'ni agar AIDS kasaliga giribtor bo'lg'uchining yashash nisbati intayin to'g'ri bo'ladi. Mana bu AIDS kasalining eng qo'rqinchli yeri hisoblanadi. AIDS kasalining to'liq ismi erishma immunit kamtiklik yig'indi kasalligi bo'lib, buni odam badanidagi immunit kamtiklik virusi deb ataladigan bir xil virus keltirib chiqaradi. Bu xil virus HIV virusi deb ataladi. Immunit sistemasi odam badaniga nisbatan intayin muhim bo'lib, u ko'p sondagi kasallik bakteriyasi va viruslarga unumli taqobil turadi. Ammo immunit sistemasining eng chong kushandisi AIDS virusi. U odam badanining immunit sistemasidagi eng muhim bo'lgan CD4T limfa hujayrasini asosli hujum nishoni qiladi. Agar zo'r miqdordagi T hujayra AIDS virusining buzg'unchiligiga uchrasa, badanning immunit sistemasi butunlay falas bo'lib qoldi. Eng oxirida odam badani har xil kasalliklarga qarshi tura olmay o'lib ketadi. AIDS virusi bilan yuqumlangandan keyingi dastlabki mezgilda kasallik alomati darhol ko'rilmaydi. AIDS virusining odam badanida yushirib turish mezgili taxminan 8-9 yil bo'lib, bu yushirib mezgilda hech qanday kasallik alomati ko'rilmaydi. AIDS virusini elib yuruvchilar AIDS kasalligining kasallik o'zgarish mezgiliga kirgandan keyin rasmiy AIDS bemorlarga o'zgaradi. AIDS kasali bemorlarning immunit sistemasi AIDS virusining buzg'unchiligiga uchraganlikdan bemorning badanida hech qanday kasallikka qarshi turish iqtidori bo'lmaydi. Borgan sari AIDS bemorlarda har xil kasallik alomatlari paydo bo'lishga boshlaydi. Masalan, ko'sir uruqlash, og'riqlik, mag'dursizlanish, orqadila har xil jon elish xarakterlik yuqumlanish yuz beradi. Masalan, yomon sifatlik o'sma yoki markaziy nerv sistemasi yuqumlanish. Yig'ib aytganda har xil kasalliklarni odam badaniga yuqtiradi. Masalan, normal odamlarga ziyonkashlik qila olmaydigan kasallik bakteriyalarmi AIDS bemorlarga osonla ziyonkashlik qiladi. Uzoq vaqt o'tgandan keyin bemorning butun badani zaiflashib o'lib ketadi. Shunga AIDS kasalligi bizning immunit iqtidorimizni buzib tashlagandan keyin badanimizni har xil kasalliklarga giribtor bo'lib, odam badaniga og'ir ziyon yetkazadi. AIDS virusi amaliyotda faqat boshqa kasalliklarning qo'lcho'mig'i bo'lish sifati bilan xuddi odam badanining sog'lomlik mudofaa eshigini ochadigan ochiqqushga o'xshaydi. Ham boshqa kasalliklarning tajovuz qilib kirishiga yo'l ochib beradi. Uning roli faqat odam badanining immunit kuchini yo'qotish bo'lib, shunga haqiqiy odamning o'lishini keltirib chiqaradigan kasallik AIDS kasalining o'zi emas, balki keltirib chiqargan boshqa munosabatli kasallardir. Albatta, AIDS kasali garchi qo'rqinchli bo'lsa-mu, ammo bu oson tarqalmag'achqa nurg'un odamlarning yuqumlanish nisbati intayin kichik bo'ladi. Amaliyotda AIDS virusi intayin ojiz bo'lib, faqat badandagi qon va badan suyuqliklaridagi tirik hujayralarda yashay oladi. Shunga uning sirtqi modga bo'lgan qarshilik ko'rsatish iqtidori intayin nachar. Odam badanidan ayrilgan hamon darhol o'lib ketadi. Shunga AIDS virusi yemaklik, havo, suv qatorliq odatdagi turmush uchrashishi orqali tarqalolmaydi. Odatdagi ahvolda AIDS kasali faqat jinsiy munosabat, shprisni o'rtaq ishiltish, ona suti emitish qatorliq usullar orqali yuqadi. Dunyoda navbatdagi unumli bo'lgan AIDS vaksinasi tadqiq qilib chiqilmag'achqa, AIDS kasalining oldini olish jihatda uning tarqalish yo'llarini uzib tashlash, AIDS kasalining oldini olish va uni tizginlashdagi muhim usul hisoblanadi. Zaharni rad qilish, shprisni o'rtaq ishiltishni rad qilish, AIDS virusini elib yurguchining jinsiyatdan tarqitishni uzib tashlash, gondonni to'g'ri ishiltish, HIVning onadan bolaga yuqish yo'llarini to'sish kerak. Biz faqat bu bir qancha turni yaxshi kontrol qilsaqla, asosiy jihatdan AIDS bilan yo'qolish nisbati intayin to'g'ri bo'ladi. Uningdan boshqa AIDS kasali garchi o'lish nisbati nihoyat yuqori ham yuqumchanlikqa ega bo'lsa-mu, lekin biz buninglik bilan AIDS bemorlarini kamsitsak bo'lmaydi. Chunki ularning o'xshashla yashash va izzat hurmat qilinish huquqi bo'ladi. AIDS bemori g'oyat zo'r ruhiy besim va azobga duchor bo'lganligi uchun ular texnik ko'p jasorat va kuchga muhtoj. Shunga biz ularga texnik ko'p g'amxo'rlik qilishimiz va madad berishimiz kerak. Ham shundaqla bu ishga salqarmay, kelgusi avlodlarimizga ta'lim tarbiyani yaxshi ishlashimiz kerak. Bugungi mazmunlar